Xitoy mashinalarining ichida umuman negativ hid yog'ilmayotgan mashinalardan bittasi Denza N9 mashinasi sotuvga tayyor kelib qoldi. 2025-yil 11-oyda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar top-toza, nomer taqilgan, notariusga tayyor maslab bespravik mashina. Hozir 87 ming, 86 ming topishinglar mumkin bu mashinani. Sal oshib qolgan mashina narx-navosi men sizlarga zo'r narxda qo'yib beraman. Xo'p, mashina eng full komplektatsiyada. Continental balonlar 22 diska balon, Brembo tormozli sistemali pnevma podiskalari bor. Juda ham katta bahaybat mashina, oilaviy mashinasida yurganlar uchun ayni muddao. Xo'p, liderlar bor, razvojnoy paroglar, razvojnoy parogini salafallarigacha yechilmagan ekan. Eshiklari o'zi ochiladi, o'zi yopiladi, biskilichoy, slippoy, 360 gradus kamera, vijashi ruchkalar, razvojnoy parogi ham ichiga minishingiz juda ham qulay. Sidinasini yumshoqligini qaranglar. Abduf, abagrev, massaj, hidab displey, katta televizor, monitor, ikkita besprovодной zaryadka, ikkitalab xolodilnigi bor, ikkitalab mikrovolnovkalargacha bor, Face ID'largacha bor. Mashina masalan uxlab qolgan bo'lsangiz, ko'zingiz yumilib qolsa, sidinalarni titratib tashlaydi. Mashina вообще zo'r, juda ham yumshoq. Xo'p, mashina 52 kilovatlik batareyka bilan jihozlangan, 250 km turda yuradi, 1000 km dan oshiqroq benzinda yuradi, 988 ta ot kuchi bor, 3.8 sekundda 100 ga chiqadi bu mashina. Juda ham tez bu mashina. Orqalarini qaranglar, razdelni kapitanskiy sideniya. Bemalol mana bunaqa narsalarga kofe ichib ham ketsangiz bo'ladi, kitob o'qib dars qilib ketsangiz ham bo'ladi. Abduf, abagrev massajlarigacha bor. Mana bu sidinasi ham yonga, oldinga, orqaga hamma yoqqa aylanadi. Orqa baloniga kelayotgan bo'lsak, krab rejimda ham yursangiz bo'ladi. Mana qayerlaringni bilasizlar, ko'p narsa gapirish shart emas. Denza N9 xo'p, mashinani narxiga kelayotgan bo'lsak, rovni 84 ming qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, pastda raqam qo'yaman, baraka qilib olinglar, mazza qilib deysizlar. Yangi mashina nomer taqilgan, notariusga kelasiz. 10 minutda Tashkent indeksdagi joyimizda ishingiz bitadi aka, bosib yuboringlar.